Assalamu alaykum, qeyrindaşlarım. Bugün ben ciddi bir tema bilen çıkıp kaldım. Hem de iki tema buludu. Birincisi, menden Türkiye'den bir bala 4. ayın 27'sideki namayışıga qandaq baramiz, vizini qandaq alamiz dep turup tünögün bir gep qilgandi. Bugün yana birisi şundaq deydi, siz chaqiriq qipsiz dep. Mening sahifamda hech qandaq bir 4. ayın 27'siga dair, bu yaqindagi 4. ayın 27'siga dair unda bir chaqiriq yo'q dedim. Lekin torlardaki başka yerlerde hada şundaq bir chaqiriqlar bo'layotidu 4. ayning 27'siga dair sizning bolalaringiz bilan chiqqan bir chaqiriqingiz ekan deganda men dedim o 2018-yili 4. ayning 27'si uchun 3. ayning 26'sı chiqargan bir chaqiriqdi. O vaqtida men Dünya Uyghur Qurultayini bizni ozod qiladigan bir odamlar, bizniki shu davarimizni qilayotgan odamlar deb tunig'ashqa, andan keyin Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Isa Gollandiyaning Amsterdam shahrida turib bir naytimi romantik qizil gullarga purkab turib bir chaqiriq qilgandi. Uyg'urlar ballariңlarni qo'yib bo'lsinmi, vatan uchun oq ko'k degandekin hayajon bilan men chaqiriq qilgandim. U vaqtdagi videoni yana hozir chiqib, yana bir chaqiriq ishlatayotgan bo'lsa, men uchratmadim. Agar uchirtib qolsanglar, mening turqim hozir munda holatda, do'ppilik holatda emas. Mening dadam tugab ketdi, inim tugab ketdi, men qorliqda, yog'liqda. Shuning uchun do'ppilik vaqtim, o burunqi vaqtim. Kallingizda biza ishlatsangiz buning javobini topa olasiz. Kashkichiliqi mundaqmi, andaqmi, mundaqmi deb so'ramay, u ash vaqtidagi ish. Men da'vogarlarni rost da'vo qilayotgan o'xshaydi deb turib, bir maydon namoyishiga ergashgandim. Bir namoyishini qo'llagandim. O namoyish uchun bordim. Shu yerlarda ko'rdim. Andan keyin u namoyish bo'lgan kuni bizning do'ppimizga qiziqib bir chet ellik ayol sizlar nimaga kelgan odamlar degandikin voy biz shu namoyishga kelgan Yevropa parlamentiga biz dardimizni anglatg'ili keldik desam andan keyin bu etik tursa dedi. Degandikin nimishga etik bo'ladi desam etik bugun dedi. Degandikin voy deb degan yurgimiz shunda bir xil bo'ldi. Andan keyin shu yerdagi da'vogarlardan so'radik. Qisaq oldi eshik etik o'g'imlar oq eshik o'chiq dedi. Biz mana bir idorada ishlaydigan odam. Biz oq eshikdan, oldi eshikdan bolalar kirdi, oq eshikdan xizmatchilar ishdan tushganda ishga borgan chog'da boradigan odam nima qilamiz? O'rinda ishlatamiz o eshikni. Shuning bilan men bu hech qanday Dünya Uyg'ur Qurultayiga doir ozroqmi tushuncham yo'qdi. Shuningga uningdan keyin boshlab bolalarimnikida u buni hammamiz taraf-tarafdan to'rlarda har xil tilda tekshirdik. Dünya Uyg'ur Qurultayininki nizomnomasida hargizmi mustaqillik degan narsa yo'qkan. Shuning uchun men ulardan chek-chegramni ajratishim kerak. Men u qurultayni qo'llamadim, namoyishini qo'llagandim, Uyg'urning uyushadaydiganini shu yerda bildim. Lekin namoyishi orqaliqlar jiq narsalarni uqdim deb turib, men o'zimning o'ylanganligimni hammasiga jaqaladim. Men u namoyishini qo'lladim, lekin endi ularning namoyishiga ozroqmi ovoz qo'shmayman, hech qanday nimasiga ko'ngil bo'lmayman. U olim bulamdi, zolim bulamdi, mustaqillik degan narsa yo'q bo'lsa, kishilik huquq da'vosi degan biz uchun bir tiyin. Bizning da'vo degan qon qisos masalasi. Bir chiqarib qo'ydim bir yozmani. Bizning da'vorimiz zimin da'vosi. Hargiz kichikkina bir kishilik huquq, anadagi demokratiyati, inson haqlari deb turib o'tirgan da'vo emas. Bizning da'vorimiz zulm ostidagi xalqimizningki dardini elish, qisosini elish da'vosi. O zimindagi yashayotgan qarindoshlarimiz shunchalik zar kunlarni tortyotidi. Andan keyin bu dardini biz anglamaymiz. Biz o'zimizning ko'nglini ayaymiz. Uyg'urning birligidi, Uyg'urning ittifoqligidi, Uyg'urning mandaqdi, lagerni itdiq. Hey, lagerni italamsa ita bir. Mayli sen onam bo'l, nimang bo'l.
dep chiqib olganlaringlar bo'lsin. Ite o'zingga hele u tonni kiygizsa, hele nomni kiygizsa, hele shon sharaf, hele bir narsa pulga setishdan boshqa hech nima yo'q. Bizning da'voda pulga satimiz. Uni men sezganligim uchun uningdan keyin rasmiy tafakkur qilishni o'rgandim. İzlenishni o'rgandim. Men da'vo qilaman deb turib bu chet elga chiqqan odam emas. Men burunla degan bu gapni. Men faqat qistilib mush sapga kirdim. Anadaki köydüm. Anladım emas köydüm. Cih nəslərini köydüm. Cih nəslərini torğa elan qılmasligimdagi sebep biz zihnimizni yig'ib o'zimizning zimin da'vorimizga ega chiqayli, biz mustaqillik irodamizni bildirayli degan har qanday narsaga ovoz qo'shib, ham shuningda harakat qilib keldim. Andan keyin siz o'ylab beqing. Kona da'vogarlarning qaysi chiqib mustaqillik degan gapni anlayim qilganini angladingiz. Yoshirib qo'ygan har sirlarni chiqib kelsa o'zining og'zidan chiqqaniga o'zi ega bo'lamay, uni qag'ab, buni qag'ab ketibdi. Bir qarindishimiz menga bir narsa yozibdi. Buni endi menga cho'qim o'qing, anarki menga javob berishingiz kerak deganlik uchun buni o'qiyman. Zumrat xonim, men hozir bir chigish xiyollar bilan perişan yaşayapman. Mening da'vo sepidagi uzoq yil bizni aldayotganlarga doir ovoz to'g'risida bir videoni qo'yib etishim bilan so'zlig'ichining chalvaqab ketishiga uchirdim. Gerçi o ovozni men so'zlamagan bo'lsam-mu, shu vaqtda anglab o'tirib ko'nglim shunda yerim bo'lgandi. Bularning nimishga yoshirdi? Buni shu qabriga aktishdiki, qabriga olib ketishga nima sababchi bo'lgandi deb o'tirib buni millatga sundum. Ammo bu da'vogar meni shunchalik ümidsizlandi, durdi, ham aromimni buzdi. O'qigan nima, ko'rgan odamning ko'zi qursin. Chiqargan odamning qo'li qursin. So'zlagan odamning tili qursin deb shunchalik qag'ab so'zlab ketibdi. Buningdami o'shiq ovozli narsalar bor. Men unimi qo'yib etishni o'ylashdim. Siz o'ylab beqing. Men sarang emas, Uyg'urningmi sarang emasligini bilaman. Bu narsalarni mening qo'yib etishim faqat Uyg'urni ogohlantirish. Bu ishni qilgan odamlarning ichida shu ayolmi yo'qmidi? Shunchalik vaqt sukut yo'lini nimishga tanlaydi? Menmi sarang emas, sizlarmi sarang emas? Men xato qildimmi? Unimi bilmadim. Lekin biz shuncha agashgan, shunchalik cho'ng bilgan odamlarimizning qilayotgan qiliqi bu. Biz o'zimizga ishonayli. Allohga ishonib, o'zimizga ishonib, o'zimizni past ko'rmay, bu olim degan yoki yana birmi deganlarning keynidan mangmayli. U da'vo bizning da'vorimizdi. Men buningdan jim o'ltamayman. Yanama ovozli narsalar qo'yib etaman. Agarda durust yo'lda mangaman degan bo'lsa, sukutni tanlamaydi, Uyg'urni setib o'ynamaydi. Bu haq, shunda haq. Azaldan bizni o'ynab kelgan. Menmi shu o'ynalganlarning ichidagi birisi. Men ishonatdim bularga. Lekin undaq bo'lmadi. Har qitimda umidsizlangan vaqtimda endi o'ngishilib qolar. Bular rost cho'ng ish qilayotgan o'xshaydi deb o'ylaydim. Hozir mendek bir oddiy odam qila olganini ular qila olmaydi. Unda deganim, men mustaqillikda vaqiralayman, ular vaqiramaydi. Ular biz sirni oshkorlayolamiz, ular oshkorlayolmaydi, chunki ichidagi yildizi bir tutash po'qlari bor. Geli po'q hammasining. Shuning uchun Uyg'urni setib, yeb, qashlab o'ltaganlar o'ttirg'i chiqib, to'g'ri yo'lda mangolmaydi. Andan keyin xalqni birlashinglar, ittifoqlashinglar. Biz lagerni etimiz. Lager uchun bunday qildik, anday qildik deydi. Lager uchun hech nima qilmading. Tufi yuzingga. Zumrat xonim, sizningcha men yana davomli ovozlarni oshkorlashim to'g'ri bo'lamdi debdi. Men bu yerda sizga deydiganim, u sizning qaroringiz. O'zingiz qanday qilmay desangiz, to'g'ri desangiz, qilsangiz bo'ladi. Bizningki o'zimizning onalarimiz var, o'zimizning dadalarimiz var, tugab ketgan bo'lsin. Lekin biz hargiz kishiga ishonib bizni ozod qilib qo'ydigu deb o'tasak, rost ahmoqning ishi. Men 4-oyning 27-sini bir bizni ozod qiladigan, bizni mustaqil qilib qo'yadigan bir insonning chaqirig'iga ovoz qo'shdim degan. Lekin undaq bo'lmagan.
Ularni uqib bilib bo'lgandan keyin uyqamni ochdim. Ham ochganligimdan boshqa odamlarga shu ochganligimni bildirdim. Mening ular bilan ziddiyatim shaxsiy ziddiyat emas, zimin da'vosidagi ziddiyat. U nima? Yolg'onchilikqa qarshi turma. Rost gap azaldan ochiq bo'ladi, haqiqat ochiq bo'ladi. Rost gap yumshoq bo'lmaydi. Aldamchilar yumshoq gaplar bilan aldaydi. Ularni qo'llayotgan, davomli chapinni ko'tarayotganlar cho'qim xumdan daziba ularniki. Cho'qim bir yerda ilinib qolgan shu sorundagi sorun xumorlar, xoin munofiqlar. Vatanga berib kelalaydiganlar qanday odam berib kelalaydi? Yaponiyadan G'eni apandimni o'ziningki vatanga qaytish bultur 2018 yil 8-oyning 10-i vatanga qaytish safirini o'rtaqlashish orqali jiq narsalarni bildirdik. Qarindoshlarim, yanimiz sarang o'g'ingiz bo'lsa, u o'zingizning ishi, biz sarang emas. Mening sahifamda har qanday birsininki ovozini qo'yman, o'qib bering deganni o'qib beraman. Chunki bu meningki ekranimga xalq patidi. Unda cho'ng zatlar patmaydi. Chunki men tikib tayyoqib qo'ygan, pichib qo'ygan andiz bo'yicha mangmayman. Sababi xalqdan kelgan har qanday savolni shu bizningki shu mehmonlarimizdan so'rayman. Menmi javob beraman. Bizning boshqa ekranimiz yo'q. Yolg'onchilikqa to'lgan ekranlarga haq seskinliklik. Men uni chaqiramsiz, buni taklif qilamsiz deganlarga shundoq dedim. Men unimi taklif qilmayman, bunimi taklif qilmayman. Sababi bu meningki vazifam, mening bir o'rinlashtirib qo'ygan vazifam yo'q bu ekranda. Qaysi odamning ovozini qo'ygan bo'lsa, o'zi chiqib so'zligi bo'lsa, shuni so'zildiman. Lekin cho'nglarni taklif qilsangiz, ma'ni so'rsangiz, shu cho'nglarimiz shu savolga javob berama, siz daqiqing. Mush savolga javob bera olamsa desangiz, ma'qul deyalamdiki. Javob bermaydi. Chunki tigida bir munch po'q bor. Biz po'qqa doir narsani so'zlamaymiz. Lekin millatni aldab, setib, yeb, birsining xotini savdogarchilik qilib vatan bilan aloqasi bor. U zuvan chiqaramaydi, qilib yog'andan Allah deb u o'ltasa, yana birisi u restoranni içib, uning nomida, buning nomida restoran içib, xotini kashti berib, pul olib olsa, da'vo shunchalik yaxshi da'voma, bu satib yeyishga oson bo'lgan da'vo bo'lganlik uchun, xalq so'ramaganlik uchun ashada endi o'ltag'an bizninkilarninki. Biz uningga aldanmaydiganlar o'zimizning yo'lida mengayveramiz. Bir tashkilotga bog'lanib qolmaymiz. Ham qandoq durust mangmay qolgan odam bo'lsa chiqib daverimi, mayli kim bo'lishingdan qat'iy nazar. Chunki mening onam bor ayada, mening ona qazim yo'q, birasiga ona bir nimam yo'q. Demasam bo'lmaydigan. Ya bir cho'ng dadam emaslar. Nima chattig'i maqalsing bilan oldaysa chiqib deymi. Anangdakin shu haq yo'lda mengayotgan kishilarni azar bersa chiqib deymi. Sen aşı haq yolda mangallarninki quluğu su quyib beramaysa shu yeshingda. Agar axloshing joyida bo'lsa, men tövbe qildim, ma ishlar miyadim miyagichi tutdi deb turib deysa. Chunki gilang poq, ham yering poq qaqasingninki. Shuning uchun o'tirib chiqib deyamaysa. Shu sababdan uni qag'ab, tili qurib ketsin, ko'zi qurib ketsin, quli qurib ketsin. Sening naring qurib ketar, ham yering qurib ketadi. Chunki biz bardigan yerimiz o'xshash. U dunyoga borsa, seningdan so'ra qoldigan iloh bilan meningdan so'ra qoldigan iloh bir iloh. Azaldan inson ilohning ustidan g'olib kelgan emas. O'limdan qochganda inson qocholmaydi-ku. Baribir o'lsa, baribir ketsa. Uningga amaling yo'q. Sen unamsa ap ketadi. Aşı o'limni aslasang, qilgan ishingga tövbe qilsa qasing. Unda qılamaysa, çünkü hocam ayada olta uzmaydı. Ağam pullaring, sen setip etken şu adamlar, sen setip türmege kirgizip etken şu adamlarninki ahuzari otta uzmaydı hayatında seni. Teş otta uzmaydı. Lekin ahloşun joyida olsa, men tövbe qildim deb turib qilsang, Uyg'ur xalqi nayt apuchan bir xalqdi. Yana
Vay şundaq deydi. Bu yerdə A işini saylab, bu yerdə ma işini saylab oldurub, bu yerdə talaq uzub, bu yerdə talaq uzub, tıllatıb otdağıdan bilen həmmimizin yıldızı bir tutaş. Həmmimiz nalimizni bir-birimizga anlatımız. Munda oldu, anda oldu, biz çıkıp muşundaq deyme. Hech qandaq bir adam, hech qandaq adam. Bu bir əmdi bizning davarimiz hergizmi bir uşaq-tuşaq dava emas. Bir ziminning davasıdır. Bu ziminning davasida qanchalik pasib bo'lyapmiz. Shu yig'layotgan, shu ishki a'zolarni setib etayotgan, shundoq bir bo'layotgan ishlar bizning beshimizga kelgandi. Biz ma kichik yuragimizni oyaymiz deb, ma chet elda tip-tish yashayotganlar, shu yuragimizni oyaymiz deb, ma sukutni tanlayapmiz. Uyg'urni setayotgan har qanday odamga voy deb chapinni ko'tarayotganlar shundajik. Mani onam deb ko'tarsang, mani ocham deb qo'llayotgan cho'lponlarni chapinni ko'targanda ko'tirish bo'lishamay ketding. Shu gunohga tang sherik bo'lishyapsa. Inson haqlari yana birma deganda sen qilaver. Lekin biz uni qilmaymiz. Biz seni tillamadik sat gap bilan, sen tillayotsa her xil afsona shahvoni lentlar ashlarni ivatish orqali ko'ngling sening elishmig'ing bilan mening elishib ketdi. Mushtali ichib solsam tövbe deyman. Mushum bir odamning qilayotgan ishi, tövbe xudoyim. Sen bir jin shayotun kelsan deyman. Qarindoshlarim, uyqumizni ochayli. Lager taqalsın deganingizda lagerni taqamaydiganligini Xitoy deb bo'lsa, yana lager taqalsın. Bu yerda namoyish o'tkazimiz deydi ekansa, Xi Jinping kelganda tikvitsa quyruqingni. Anandan keyin boshqa yerlarda u yerda bir nima ochayli, bu yerda bir nima qilayli deb o'ltirib, yana saqalingni so'rab qapoq boshlar chiqib boshadi so'zlasa anglab qo'ydik. Palonchi akamiz, olim akamiz. Voy bir unvoni o milletinga hech qanday foyda yetkazolmagan olimingni chekanga tanga berib naringga tag'sang. Mana Facebooklaringlar kirib ko'rib boqyapman, qamlashmaganlar jup yutib borman. Navbat sangam gap qilishi mumkin. Biz sarang emas biz. Hammadan o'zining sohasida olim bo'lishi mumkin, lekin sening sohangda men olim emas. Lekin mening sohamda sen olim emas. O vatan davası hemmimizin davası, onun unvan belgini yok. Onun unvan belse, bu elqi tünögümü cihneslerini çıkırıp koydum ben. Şu milli armiyalarımız qarab yiqinlar, şunday qo'sh qo'llab Xitoyga sunib bergan, shu İsalar, satqun xoinlar. Anandan keyin siz o'ylab yiqing. Mushu Qurbonvali ustozniki jih narsalarni degan ko'zi odamni titirtidi, shunchalik zilzila soladi odamni, ajoyib bearam qiladi. Voy, mushunchalik madaniyatimiz var, bir millat nima bo'lgandimiz? Qaysi yundan ishib qolganimiz Xitoyni chillab akirib, eliq jingni yutadigan nikinimi chiqarib qo'ydik. Zuhra xonim o'qidi. Chiqarib qo'ydik. Siz o'ylab qo'ying, tilisang topidi ekansa hamma narsani chillab akaldik Xitoyni. Endi chiqaramay avara. Hammamizni yeb tugatkichi o'ltiradigan gap, uni inson haqlari, inson haqlari. Voy, sen o'lmaydigan bir sen nima dursa dedim men. Odam emaslikka dedim men odamlarni. Hayvonmi keladi desam, hayvonmi shunchalik bir mehribon hayvonlarniki videolarni chiqarib qo'yamiz. Olvas ekansa dedim men. Olvasdi. Yani şunu erişip, yani şunu aşın anlap olduruptur sözlerini. Bunda taqıptı hem bekirlap koysa. Koğluna eliş, senin elişmeğen emler bizden elişivatıdı. Çünkü yürükümüz puçulunub gitvatıdı. Biz kandak kılışımız gerek, ölsek mi qaysı yolda ölüşümüz gerek dep oylışıvatımız dep şundakçı qeyrindaşlarımız deydi. Nima bo'lgan bir millat turimiz bundaq əbsun oqıvatgandek nima emdi bu dep. Yanalı deydiğine men hech qanday namoyishga chaqiriq qilganim yo'q qarindoshlarım. U va koni bir narsani tepilib, hamda 4-oyning 27-siga shundaq bir namoyish chaqiriq qilayotgan o'xshaydi. Men o namoyish chaqirig'ini qilganim yo'q. Anandan keyin abay qarindoshimizga javobni berdim sizga. Hargizmi mayuslanmang, agar ovozlaringiz bo'lsa qo'yversangiz bo'laverdi. U xalqning bildigan haqqi, har qanday haq ishni xalq bilish kerak, xalq pul bergan da'vo bu.
Şunun için setip yavatıdı. Meyli $1 tilisi bämigini bilen. Lekin onun aldığı bägen falan qeyrindaşlarımızla pulunu tunuysa, seninki aşı bedel töledim, yana birimi qildim, birimi qildim. Çetelge çıkıp qanchalik qatlavatgidek, 10 qatlab, 20 qatlab pulunu tepish boldun aqasan. Onu mu hükümet tekşürü tuttu o iqtisad tekşürüşten. Onun namıda, bunun namıda kelişim qıbilip oturup, dükün etçip, yana bir meçip qığınan olan, bilmeydiğin, o elki şamal ötmeydiğin tam yok. Haqmı saran emas. Uqib qalğanını olturuplu qağap qısan sen kimtinsa özün ilah yoki yana birme deb Xizir deb o'ylayshir ekansa, Allah ivetken, Allah mundaq qivetken. Oy seni Xitoy ivetken. Hech kim Allah ivetmidi sizlarni. Allah bu dunyoga shu o'ngtay-to'ngtay qildiganga ivetken emas-ku hech qanday bir bandisini. Şeytanның yolunu tanlagan adamlar şundaq yolunu tanlaydı. Sen bir şeytan, hain, munafiq. Şunun için hain munafiqlarga qarşılık ko'rsatgan har qanday qeyrindoshimizga duolarimiz bilan javob qaytaramiz deb turib jiq hadilarimiz, akalarimiz, qeyrindoshlarimiz deydi. Biz sizlarga duo qilyapmiz. Shu qeyrindoshlarimiz duo qilamiz. O qag'ish itning qag'ini pishti o'lmaydi degan gap bor. Zumrat dada deb qo'ying, Zumrat xonim deb qo'ying, qizim deb qo'ying deydi. Qeyrindoshlarim, uyqumizni ochayli. Az zimin davası bir kichik dava emas, bizninki bir bolkininki qo'saq ochib qolganlarning davası emas. O lagerning masalasi nima uchun lager qurildi degan narsa va milliy armiyamizni ko'rib yiqinglar, tirnoq to'qtirlar shuncha qeyrindoshlarimiz opirib eritib yo'qlik qilgan shu İsa. Yana shunaqa agishib Gomindanlardan yaqtin pul elib, yana aşağı orqali pul yenib, ashunda qilgan necha jamoatninkilar endi bas bo'ldi, bas qilsanglar bo'lmamdi, hey. Qag'ishdimi qurib ketar jamoating. Qag'ishdimi deb o'ylayman men haqqasiniki. Ey, shu yig'layotganlarniki, yanali Xitoyniki, uni setib bu yerga, buni setib u yerga. Ey, olim bo'lamsa, yana bir bo'lamsa, u kutunga qaynoq suv undaqlara o'zangi bo'vapsa, u medallarni taqishib, u do'plarni qilib, uning cho'ng bir nimaga sharafga erishdik, yana bir qilib. Qanday sharafing? Bir lagerdan birisini chiqdingmi? Chiqib baqamay chetalga. Qozoqlardek. Ishimni qilolmay o'zi shon sharafni o'zi berib, o'zi tiklab, o'zi nim qilib mabud oshtaqib yurishir ekansa, kim sizlarga erisman? Haq ishonmaydi, Uyg'ur degan dot emas u. Ma'lum bir fursatni saqlab turyapti Uyg'ur. Unchalik dot haq emasmi Uyg'ur degan? Biladi. Sendek yeningda turgan andaq chavoq chap berdiganlar, u Xitoyning adam bo'lganki albatta shu Xitoy seni ivetken bo'lgan ekan, tövende shu sening Xitoylaring, yana chavoq chap berdigan Xitoylaring bo'ladi-da. Shuning uchun abayqi birsi men hech qanday namoyishga chaqiriq qilmadim. Ondan keyin men hech qanday tashkilotga ergashmadim. Men har bir tashkilotni qarab turaman. Agar o'ngta turganlar bo'lsam, sizga chiqib deyman. Mayli u solih ulamda kim bo'lishidan qat'iy nazar. Durust yo'lda bo'lmasa, har qandayga deyman deydiganimni. Men sizlarning vakilinglar, hech qanday tashkilotga qo'shilmayman. Ondan keyin yana birsi. Haq yo'ldagi odamlarni oshinchilik sundirib, un dema, bun dema, og'zingni yum deganlarning hammasi Allohning la'nati bo'lsin. U ishdan qag'ini pishti o'lmaydi, qeyrindishim. O'zingizning agarda shunday narsalarınız olsa, qo'yversangiz, o o'zingizning shaxsiy ishi. Hem haq yo'lni tanlash har qanday odamning burchi, har qanday odamning mas'uliyati. Bu herkes shaxsiy, uning g'aybati, buning g'aybati emas u. To'g'ri narsalarni anglagan bo'lsangiz, yushagan odamlarga la'nat bo'lsin. Agarda shu millat uchun foydali bo'lgan, millatni uyg'otish uchun kerakli bo'lgan narsalarni yushamay qo'yayotganlarga Allohningki rahmati bo'lsin. Agarda qag'aganlarga, haq yo'ldagilarni qag'aganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Men o'ylayman, Uyg'ur xalqi o'yg'oq. Jiq narsalarni, videolarni, ovozlarni, rasmlarni ivatganlarga deydiganim, u agar o'zingiz shu to'g'ri ko'rsangiz, har qanday to'g'ri ishni o'zingiz qilsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat.